Ushbu video qo'llanmada xodim MyArgis tizimidan tana vazni indeksini kiritishi va kadr xodim HRMArgis tizimidan shu ma'lumotlarni yuklab olishi ko'rsatiladi. Buning uchun xodim my.argis.uz shaxsiy kabinetiga kiradi va menyudan tana vazni bo'limiga o'tadi. Agar ma'lumotlar birinchi marta kiritilayotgan bo'lsa, qo'shish tugmasi orqali, agar ma'lumotlarni tahrirlash kerak bo'lsa, tahrirlash tugmasi orqali tana vazni indeksini, ya'ni bo'y, vazn va bel uzunligini kiritib, saqlash tugmasi bosiladi. Xodim ma'lumotlarni kiritib saqlagandan so'ng, tashkilot kadri hrm.argis.uz tizimiga kirib, xodimlar hisobidan xodimlar ro'yxatiga o'tiladi va shu xodimni shaxsiy kartochkasiga kiriladi. Va menyudan qo'shimcha ma'lumotlarga o'tiladi. Bu yerdan tana vazni haqida qo'shimcha ma'lumotga kirib, my.argis.uz dan yuklash tugmasi bosilsa, tizimga xodim tomonidan kiritilgan ma'lumotlar keladi.